Mana bu kafel terganmiz mana. Versace pasta. Üstü kahve. Üstü ham Versace. Buni teri istoriyasini aytaman. Ko'pchilik kafel teradi. Kafel terisida asosiy devorning o'rni katta yoki gipsokardon bo'lgan bo'lishi kerak yoki podmayak qilingan bo'lishi kerak. Keyin agar devorimiz podpravila yoki suvoq qilingan yoki shpagulovka qilingan bo'lsa, ana e'tibor qilinglar, tepasida shpagulovka qilingan. Ustidan betonli kontakt urganmiz. Mana betonli kontakt. Do'kondan so'rasa aytadi, именно betonli kontaktda обязательно urish kerak. Kafelni ustidan ursa ham bo'ladi, kafelni. Faqat polga. Agar devor shpagulovka qilingan bo'lsa, mana betonli kontakt urish kerak. Chopib chiqadi oldin. Bolta yoki tisha bilan chopib, mayda qilib chopib, keyingidan ana shuna qilib kafel teriladi. Hali ish ko'p buni. Tayyor bo'lganda bitta video qilib ko'rsataman. Yoki izidan qo'yib yuboramiz. Qo'shib. Men stroyka bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar yoki bilganlaringiz bo'lsa, ana shu qanday qilinadi, kafel qanday qilinadi, istoriyasi qanday bo'ladi, devor qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa materiallar kerak. Zo'r ustalar bor. Ana shu zo'r ustalar kommentariy yozsa bo'ladi. Agar bilmaydigan odamlar bo'lsa, bilib qo'ygan yaxshi. Har qanday odam, ayolmi, erkakmi, buni nimasini bilish kerak. Mana shuni istoriyasini bilinglar. Keyin usta kelganda ham aytasizlar. Usta emasligini bilish uchun savollar berasiz. Qanday qilasiz? Bunday deysiz. O'zingiz bilganingizdan keyin aytasiz, yo'q, bunaqa emas deysiz. Keyin yaxshiroq boshqa usta topasiz. Hozir ko'pchilik bilmasa ham bilaman deb o'rayapti-da. O'shanga aytyapman. Bu yoqda kuxnyada ham hozir ko'rsataman. Hamma yoq ag'dar, to'ntar, musul bo'lib yotibdi. Ishlagandan keyin shunaqa. Mana kuxnyamiz terilgan. Fartuk deymiz. Fartuk deydilar. Men ham bilmayman nimaga fartuk deydi. Bizlar ham yangi ustamiz, lekin yangi usta degandam bu stroykani ichida 10 yildan beri yuribmiz. 10 yildan beri stroykada yuribmiz. Mana bu qanday qilingan? Birinchi navbatda bu shpagulovka emas. Mana shpagulovka emas. Shpagulovka emas. Bu shpagulovka kafelli tegidagi shpagulovka emas. Kafelli tegida sement suvoq. Ohak suvoq bo'lmaydi. Qum suvoq. Ular bo'lsa tushib qoladi bu. Mana buni o'ziga shimi bo'ladi-da, namlik. Shimi bo'ladi. Oxiri kafel tashlaydi. 1 yildan keyin yoki yarim yildan keyin, 2 yildan keyin tashlab yuborishi mumkin. Lekin
orqasi mustahkam bo'lsa, ya'ni sement suvoq bo'lsa, orqasi sement suvoq yoki g'isht bo'lsa, keyin tushib qolmaydigan nima bo'lsa, unda tushmaydi. Agar shpagulovka qilingan bo'lsa, mana bu yer, qarang, mana bu yer shpagulovka qilingan. Men shpagulovkani tushirib o'tirmadim. Orqasini chopib chiqdim. Orqasini chopib chiqqanman. Mayda bolta bilan. Keyin esa uni gruntopga berganman. Yaxshilab gruntopkani quyug'idan berganman. U hech qayerga bormaydi. Chunki orqasi o'zim mustahkam qilganman, o'zim ishonadigan darajada. Bu endi ketadi. Faqatgina mana shu yer ikkita kafel. Bu yog'i esa sement suvoq. Betonli kontakt ursangiz ham bo'ladi yoki orqasi mustahkam bo'lsa. Betonli kontakt ham ursangiz ham bo'ladi. Yoki normalniy qilib gustoy, ya'ni quyuq gruntopka qilsangiz ham bo'ladi. Agar orqasi mustahkam bo'lsa, agar orqasi mustahkam bo'lmasa, u bесполезно. Mana shunaqa. Keyin lazer tashab, uruvinni olib, reka yoki faqat to'g'ri bo'lishi kerak. Yoki profil yoki направляющий tashlaysizda, qotirasizda, keyin kafelni terib tashlaysiz. Mana shunaqa. Mana bularni teshganda o'zi teshadigani bor buni. Teshadigani nima desa, koronka, almazniy koronka bo'ladi. Kafellar uchun maxsus. Mana shunaqa gap.